Assalomu alaykum YouTube do'stlari, Emres Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda internet kafe simulyator o'yinini уже ikkinchi qismini o'ynaymiz do'stlar. Xo'sh, bu o'yin vashi loy ekan. Nimaga desanglar, hozir sizlarga ko'rsataman buni. Короче, men o'tgan galgi videoda qisqasida, o'sha o'tgan galgi videoda biz o'sha shuncha bu yer boshqa joy. Shuncha anaqalar qiluvdik. Yana qaytadan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bu bitta qismli bo'ladi. O'tgan safar uzr, men buncha tushunolmagandim bu o'yinda. Endi xudo xolasa bugun soqqa qilamiz va uzunroq video qilishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, videoni boshlashdan oldin kanalga bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yishingiz sizlarda chiqmasin do'stlar. Kanal rivojiga o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Xo'sh, eshikni yopamiz, yopib kirib chiqamiz. Mana ko'chada o'g'rilar bor. Xo'sh, voy. Aykalar, bu yoqni o'zlaringiz bilasizlar, bu yoqqa bormayman. Mana aykalar. Ko'rayotganingizdek loy bo'lib yotibdi bu yer, shuning uchun bu yerni shpoq qilib tozalab tashlaymiz. Mana do'stlar, ana nima derdi? Voy, onasini o'zim qolib ketibdi do'stlar. Kafeni yaltiratib qo'ydik. Endi xudo xolasa mana shu narsalar chiqyapti vaqti bilan. Nimaga chiqyapti bilmayman. Mana akalar yaltirab ketdi. Birinchi qismini uncha tushunmadik, uni ham kanalga joyladim. Hozirgina joylab kirib turibman. Ko'rib o'g'rilar. Xo'sh, endi buni qanday zakaz qilsa bo'lar ekan deb men qidirib ko'rsam, do'stlar, bu o'tgan gali biz zakaz qilgan narsalar, ular anaqa emas ekan. Endi chinaniy odamlar menimcha so'kib tashagan meni. Ulardan ham uzr so'rayman, ular haqli albatta. Xo'sh, fokusni bosdik. Biza onani emmayur. Yo'q emas. Men shumidi? Qaysi edi onajoningni emma yure? Qaysi narsa edi bu? Voy loy akalar loy. Buyog'i loy. Ya bu skilllar bu. Уже bu emas. Qaysi edi? Onasini emsin. Onani emma yur. Qani bu? Eshak Amazon. Oppa, mashi. Xo'sh do'stlar, mashlarni sotib olishimiz kerak. Kompyuter, hamma narsa shu yerda do'stlar. Короче, biz mana shu narsadan sotib olamiz. Mana bundan bitta, bundan bitta sotib oldik do'stlar. Endi o'yinlarga kelsak, biz sotib olishimiz kerak bo'lgan o'yinlar, mashlar menimcha. Endi bilganimizcha sotib olyapmiz. Men faqat shuni o'rganib keldim. Endi qo'ldan kelgancha. Endi sizlar uchun da hammasi to'g'ri-da. Oppa, mana buni ochamiz. Oppa keldi. Mana shu yerga kelar ekan. O'tgan safar vashshi qiynaldik. Voy, onayni emmagur otib yubordi. No nicho, qani qo'lingga ol. Aylan. Aylanishi loy ekan, aylanishi vashshi loy. Nicho, endi boriga shukr, yo'g'iga sabr qilamiz. Qo'ydi akalar, sal qiyshiqroq bo'ldimi deyman. Ha, nicho bizga bo'laver. Qani o'ynab ko'ramizmi? O'yna olmas ekanmiz, o'zlarimiz narsani o'zlarimiz o'yna olmaymiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Nicho. Mana sal qiyshiqroq bo'ldi-yu. Ha, mayli. Qani do'kon ochiq, kirishinglar mumkin. Open deb qo'yibmiz. Qani tog'alar. Tog'alar xolalar kelishinglar mumkin. Do'konchamiz ochilib ketdi, ochilib gullola bo'lib ketdi. Mana bu o'g'ri. Voy, o'g'ri yomon. Voy, o'g'irlab ketadi. Voy, onangni emma pitani ol. O'g'irlab ketadi. Yo'qol, onangni emma yur. Akalar o'g'irlab ketishi mumkin bu. O'shandan qo'rqish kerak. O'g'irlamasligi ham mumkin. Qani. O, kep qolinglar, yangi. Otvordi eshak. O, kelinglar. O, brat, qadamlaringizga hassanat o. Og'zingiz ochishingizdan o'rgilay. Ana brat kiryapti. Hadi boring brat. Siz uchun kelgan mana shu ichkarida taxlab qo'yganmiz. Mana. Qani qaysisini o'ynamoqchisiz brat? Qaysi birini? O, mana buni o'ynaysiz. O, brat o'ynayapti. O'ynayvering brat. Siz uchun olib kelib qo'yganmiz. Yana chiqib qoldi. Buni ham olamiz. Voy, buncha katta bu. Hoppa, bratlar, kelib qolinglar, olib qolinglar. Zo'r o'yinlar bor. Onani emma yur.
Endi qo'y, voy, pul, brat, pul. Brat, pul. Pul nima bo'ladi? Voy, onang nima pul bermadi akalar, pul bermadi loy. Hozir o'zim ko'rsataman senga. Qayoqqa borasan pul bermay? Pul bermay qayoqqa borasan? Ol eshak. Onang nima pul yo'q bo'lsa nimaga kelasan eshak? Akalar urmaydi deb o'yladi shekilli, ha. Yorib tashlayman to'g'ri pulsiz keladiganlarni. Pulsiz kim o'ynayapti? Agar senda ham pul yo'q bo'lsa mazang qochadi, ishonaver. O'zi asabda turibman boru, onangni immagur. Basharangni 4 ta ko'raman loy. O'yin qilma men bilan. O'yin qilma. Ishonaver, basharangni 6 ta yo 7 ta qilib qo'yaman. O'g'ri kelib turibdi menimcha. Onangni nimadir olib ketdimi yo'qmi? Olib ketmadimi akalar? Qarab turinglar-da, loylar. O'g'irlab ketmasa yana. Yoraman lekin senlar bilan ham yomon gaplashaman, ishonaveringlar. Obunachilar deb qarab o'tirmayman. Yomon qilib qo'yaman, veshi. Akalar biznesimiz gullab, yashnab, chotki bo'lib ketyapti. Mana kompyuter. Opa, mishka akalar. Ana oldik, mishka oldik akalar, mishka. Ona nima, ol bu mishkani. O'g'irlab ketishadi. O'g'rilar jay ko'p ekanda, mishka akalar, mishka. Mishka. Mana. Qo'lga oldi eshak. Qani qo'y shu yerga. Voy, do'stlar bu. Voy bo'ldi bu yog'i. Bu yog'i loy bo'ldi, bekor sotib. Endi nima bo'lar? Ha, pul beryapti mana pastda. Pastda chiqib turibdi. Lekin qo'shilyaptimi bizga bu? Yangi kompyuterchalardan sotib olishimiz kerak. Xo'sh, boya qaysinisiga kirdik? Eshak, ha, Amazon. Mana bu bo'ylarnikidan olamizmi? Yo'q. Sabr qilib turaylik bir pas. Bundan ham zo'rlarini olamiz, keyinchalik. Mana PlayStation'larni olamizmi? Bitta olib ko'raylik, ha. Bitta. Qani? Olib kelinglar loylar. Ham pul beryaptilarmi? Pul kelmayapti, opa, pul. Voy. Ketavering. Sizga tegmaymiz, sizni xudo urgani yetadi, biz urishimiz shart emas. Mana ishimiz gulday loladay bo'lib ketyapti va bu ana tushdi. Endi xudo xolasa bitta sobit olsak. Buni qayoqqa qo'yamiz degan savol bor. Qayoqqa qo'yamiz buni eshak? Voy, tog'ala keldi. Dadamlaringizga hasanot tog'a. İşlariz yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Sizlarda ham pul ko'payib ketdi. Buni menimcha loy bo'ldi. Qana nima qilish kerak buni? Bale. Akalar qarorchi endi biz ko'taribmiz endi. Bu degani loy degani uka pulga uxlading qarorchi deyapti. Biz ham xo'p aka dedik. Mana shu yerga tashlab turaveramiz. Keyinchalik 1-2 divizion opa nimaga qaytib ketdingiz? Voy. Pul qani pulni berdinglarmi kassaga? Onangni emmaga pul qani eshak. Pulni bermasan nima? Buni ketishda akalar ko'karmaymiz, ishonaveringlar, ko'karmaymiz. Nima o'yin bu endi? Nima o'yin bu? Sizlarga savol, shuni ham o'ynaydilar ha. Bu ona emmagur qana shaharcha bu? Shunda pul yo'q. Faqatgina o'g'irlik ekan. Chiroqni yo'q eshak, chiroqni yo'q. Chiroq yonib tursin, chiroq. Zimistonda qolib ketmaslik kerak akalar. Mana ishimiz yurishib, gullab yashnab ko'karyapmiz. Birat o'xshaydi. Chiqib ketay opa. Chiqib ketay. Qani? Kep qo'llinglar. Zo'r kompyuterchalar qo'yganman. Birat siz uchun kelganman bitta. Video o'yinlar bor. Jinnilar tamom. Birat o'ynayapti. Qarang. Kiring. Voy, birat tualetli ish bor ekan, o'shaning uchun xalaqit bermaymiz biratga. Yana bitta ikkita o'shanaqa narsadan zakaz ko'rsa bo'lardi, menimcha. Birat yana pul to'lamasdan ketdi, necha ketaversin. Most pul yo'qdir, ularni ham tushunish kerak. Kompyuter deb qo'yibdi bizga, kompyuter kerak emas. Amazon
Osh, bizaga kerak narsalar bu opalar voy bu. Opalardan bor ekan. Opa, mana shu narsa kerak bizaga. Opa, mana. Mana. PlayStation mana shunda turadi-da, to'g'rimi? To'g'rimi do'stlar? To'g'ri bo'lsa to'g'ri devoringlar. Tushuntirib yuboringlar menga, men uncha tushunmayman bu endi. Loylar tushuntirmasdan o'tiribsizlar ko'rib. Tushuntirish kerak-da, ular bo'lmaydi-da. Akalar, xudo xolasa hayotda ham o'shalardan olish niyatim bor. Lekin sizlar like podpiska bosmayapsizlar. Like podpiska bosmasanglar men qayerdan olaman uncha pulni? Oppa, bo'ylarniki akalar. Bo'ylarnikidan oldik. Короче, hamma pulni ketkizib yubordik mana shu ishchilarga. Endi bular shunga yarasha pul to'lasa yaxshi bo'lardi. Bizga ham bir ko'karaylik. Mana bu onangni emmak bo'ldi. Asabga tegding borku sen eshak. Puling yo'qmi? Kirma bu yerga, tushundingmi? Boyadan beri Zaynab ko'rdilar, pulsiz kiraverib. Bana $115 berishyapti. Beradiganlari bor, insoflilari. Kalta yegiz kelmaydiganlari bor o'zi. Ha bu o'zi qo'shtirnoq ichidagi loylar ham bor-da. Pul bergisi kelmaydi onangni emmaklar o'ynaydi, lekin men bratlar ko'rdinglar, mazza o'ynashyapti. Shu bratlar uchun olib kelganman-da buni. Shu bratlar mazza qilib o'ynasin deb olib kelganman. Necha bratlar o'ynasa bo'ldi. Men shu bratlar o'ynasa mazza qilaman-da. Bratlarning o'ynaganini ko'rib kayf qilaman mana. Bo'ldi, menimcha qiysharoq bo'ldi. Mana bunda to'g'rilab olish kerak. Bo'ldi, bu bratlarga bo'laveradi. Mana keldi. Puli ko'p brat keldi menimcha. Oy, 2 oy pul to'lab ketdimikin ha? Qora tanli ofitser. Endi bu irqchilik emas ekanlar, uzr. Uzr do'stlar, I am sorry albatta bu uchun. Xo'sh, bu ham qora ekan. Rangini aytayapman va buni eshak aylan. Aylanishiga qara, sekin aylanadi loy. Qotib qolgan loyda bu akalar, qotib qolgan loy. Necha bu yoqqa qo'yaveramiz. Zo'r joylashtirib qo'ydik. O, kep qo'llillar. Ishlarimiz yurishib ketdi. Nima gap uka? Nima gap? O'g'irlamoqchimisan, o'g'rimisan? Yurishingdan ma'lumsan, bunaqa yurmada. Odamlar o'g'riligingni bilib qolyapti. Bunaqa yurma do'stim. Bratning kelishiga qarab 1 oylik armiya. Kiring brat, kiring. Brat, bu yerga kelib sigara chekish mumkin emas-da. Kompyuterxona bor yonimizda, kirib o'ynay. Bu opa kiryapti, opa. Opa menimcha ishdan charchab kelyapti. Qana ishga borishini hamma biladi-yu. Uzr do'stlar, uzr. Voy, onasini emsin shuncha pul kelyapti. Ko'rdinglarmi akalar? O'xshamaydi, buni deyapsizlar. O'xshaydi, kim aytdi uni? Zo'r bo'lib ketamiz hali. Bunaqa kompyuterxonalardan 10 ta 15 ta quramiz, bizlarni o'chamiz ekanlar, voshey. Onasini o'sha PlayStation hozirning o'zida hal qilib tashlayman, boru hisobda o'ynamanglar. Stol olamiz, hozir bitta stol emas, kompyuter zakaz qilamiz. Hozir Amazonga kirdik. Voy, ona. Bularni keyinchalik kuchayib ketsak olamiz albatta. Xo'sh, oldin qiladigan ishimiz bizni mishga olishimiz kerak. Cho'tki qilib kompyutercha yig'diramiz. O'sha do'stlar. Shunaqa gaplar. Hozir eng arzoni mana shu $1500lik stolni-chi, stol. Kompyuterda o'ynaladi, PlayStation televizorda o'ynaladi, bu kompyuter. Necha do'stlar, necha kompyuterda ham o'ynaladi-yu. Necha hozir so'r qilamiz. Qani. Stollar qani endi? Loy, bu yoqda loy do'st. Ha, mana. Loy emas akalar. Ya zo'r bo'lib ketadi. Pulimiz vahshiy qolmadi, chichordik pullarni. O'shaning uchun endi $541 pulimiz qoldi. Endi mana shu loylardan boshqa umid qiladigan ilojimiz yo'q. Bu loylar ham mol deb pul to'lamasdan ketishyapti. Necha? Pul bermasa yorib tashlayapmiz-ku. Qani ichkariga kirgazib qo'yamiz. Stolmidi bu? Ha, bu kompyuter ekan, kattagina. Necha mana buni olamiz. Hozir hammasi zoya bo'lsa, lekin ishonaveringlar, loy bo'ladi.
tushunmasdan o'ynayotganini oqibatidanda shu voy sinib ketdi bu akalar, sindi. Pizdas bo'ldi akalar. Put degan mana. Aylan. Bosilmayapti akalar, bos. Ha, bosib turish kerak ekan. Halloyli. Meni loylarim. Opa bum. Voy. Nimalar so'rab tashayapti bu? Sen aytayotgan narsalarni qanchaligini bilasanmi, eshak? Sen bilmaysan uni qanchaligini. Joyladik aka, o'zlarimizga yangi streamxona. Bu yoqda mishkan bor edi, men o'sha mishkan olib kelaylik. Opa, akalar bekorga olmabman buni Utul bozordan. Utulda bu narsa, to'g'rimi? Qani. Brat, keldim. Aylan, tezroq aylan sedana. O'ng tarafda turadi-ya, to'g'rimi? Bo'ylaniki bu akalar, esicho bo'ylaniki. Xudo xolasa nasib, men ham shuni qilib, ana qilaman do'stlar. Sizlar like obunani bosib tursanglar bo'ldi. Hamma narsa bo'ladi do'stlar. Sizlar like obunani bosib tursanglar. Menimcha kech bo'ldi, uxlaydigan payt. Hozir bitta uxlab qo'yaylik. Biz chiqaylik, loy. Hozir bitta uxlab kelaylik. Keyin bir nima bo'lar a? Mana do'stlar, ertalab bo'ldi. Endi xudo xolasa ko'chaga chiqyapmiz. Alloh rizqimizni bersin a. Mana chiqdik. Endi bu to'g'ri ish emas bu. Nima to'g'ri ish emas? Halol mehnat, mana shuncha pul chiqaryapmiz. Dohod uncha emas. Rizq bersin-da, endi to'g'rimi? Shuncha mehnat ketyapti. Va bu molxona mana akalar kechda kimdir kelganda ishi yopiq tursa ham o'ynab ketgan. Eshaklar. Men bularga o'rgatib olmadim-da, mollar, past eshak. Ko'pincha bilan o'zim qarab qo'raman bular hozir. Aytib unsur tashlamaydigan qo'raman bu eshaklarni. Bu sigaralarni chekish, ichish akalar sog'lik uchun yaxshi zarar. No'riylar. Turgan bitgani zarar. Chekmaslik kerak, ichmaslik kerak. Yoshlarda hozir ko'p bo'lyapti, ya'ni men tengalarda bu ish to'g'ri emas. No'riylar. Eng katta xato shu. Undan ko'ra sport bilan shug'ullanish kerak. Yoshlikda o'tirib o'rishyapti. Qani men endi bizaga emas-da uni akal ishlab. Bizaga emas. Bizaga emas. U opalar kelishni boshladi mana. Opalar kelinglar. Kompyuter yig'diryapman, pullarni shtir qivoringlar. Bitta mana zo'r ketyapti ishlar, xudo xolasa. Mana 3 ta narsa qoldi. Mishka arzonroq. Mishka arzonroq deb menimcha ko'rganim. To'xtanglar tashqarida do'konda anaqa ko'p mishka klaviatura. Kreslo qancha ekan aytdilar. Kreslo bo'sh kerak. Yo'qoldi. Mana shu kreslo. Opa, akalar kresloni arzonga oldik. Akalar arzonga. No, to'g'ri sal pal ishlatilgan, necha ishlarga qasam pul berarmisan yoki? Pul berishmayapti mana. Ko'rdinglarmi? Qanday ko'taramiz bu loylar pul berishmasa? Aytinglar. Qanday ko'karishim mumkin bu loylar pul bermasa? Bo'lmayapti akalar, bo'lmayapti necha. Mol biznesiga o'tamizmi yoki, ha? Mol boqib voy tiqilib qoldi. Hoppa, aytganlar vosh zo'r bo'lyapti. Kreslolarni ham yo'rayapmiz. Mishka debman, mana bu klaviatura ili anaqa printermi nima edi u? O'shandan kerak, короче, o'shani ham yig'dirib olsak, u qancha ekan aka? Pulimiz yetarmikin, ha? Qizig'i pulimiz yetarmikin? Kiramiz. Klaviatura voy $250 ekan. Qimmatidan olgim kelyapti, kelaversak.
$99'ligidan. Akalar qimmati yaxshiroq-da. O'shandan olgim kelyapti. Nima qilamiz akalar? Boriga shukr, yo'g'iga sabrda bo'laveramizmi? Yana nima kerak edi? Mikrofon dedi. Mikrofonni katta olamiz. Mikrofon dedi, menimcha. Menimcha-da endi to'g'rimi? To'xtaylarchi borib ko'raylik, nimalar kerak edi? Kerak narsalarni olamiz, o'ldirib pul yig'ildi. Mana bu loyla pul beryapti. Beratdi. Ha, men anaqa kerak edi. O'sha qancha ekan o'sha? Pulimiz yetarmikan? O'sha 1200 bo'lib qopti. Biznes boshlashimiz uchun 20 000 ketdi ya, onasini etsin. Voy. Akalar ko'kar olmaymiz ayo. Bu qimmatligini qaranglar buni. Yo'q. Buncha qimmat bu, eshiklar. Arzonroq qilolmaydim bular. Voy. Yixit. Voy, kiber firibgarlik. Bizani milisa olib ketib qolishi mumkin bu. Voy, onangni emmagur. Voy, dabdala bo'lamiz akalar, dabdala. Voy, bizani tunashyaptimi-kan, ha? Voy. Akalar endi qo'rqish kerak-da bunaqa narsalardan. To'g'rimi? Voy, blokingni. Qani? Voy, onang emmang nima dedi? Yo'q, biza kripto bir balolar deb qo'yibdi. Yo'qolay biza. Chetdamiz uni ishlardan, to'g'rimi akalar? To'g'ri. U $161 keldi hozir. O'shanga endi o'ylanib olishimiz kerak edi akalar. Voy, akalar bo'ylanikini oldik, bo'ylanikidan. Qo'rniga tog'alanikini oldik. Nargisini ham bo'ylanikidan olgim kelyapti-da akalar endi. Bo'ylaniki baribir bo'ylanikida. O'shaning uchun akalar sabrning tagi sariq oltin akalar. Sal-pal pul yig'aylik, keyin o'shandan ham olamiz. O'zlarimizga shaxsiy kompyuter xona bo'ladi akalar. Stream qilamiz. Kompyuterda videolar olamiz akalar. Sizlar uchun da hammasi loyiha sizlar uchun. Mazza qilib ko'rasizlar endi. Tashavor deyish. Qimmatga olganman buni. Bu yoqda emas, bu yoqqa qarab turadi bu. To'g'rimi akalar? Shunaqa, bu yoqqa qarab turadi eshak. Eshak. Ha, ana. Necha sal, mana to'g'ri turyapti akalar. Peshig'i deysizlar. To'g'ri akalar, to'g'ri. Mana put deb qo'yibdi. Bosdik. Zo'r chiqyapti akalar. Xudo xolasa niyat qildim do'stlar. Shu 1 yil ichida men ham shu darajaga yetaman deb. Buning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab turishingiz kerak. Hozircha telefonda men shuna videolarni olib turaveramiz. O'zlarimiz ham mana turcha bor. Necha endi pullarimiz ko'payaversin. Duo qilib qo'yinglar kommentariyada. Mana bu o'g'ir onangni emmaga o'g'irlab ketishi mumkin. Urib turayotdi kelganda. Tarix ehtimoliga qarshi. Olish. Yo'qol bu yerdan. Meni do'konimning oldida hech nima yo'q senga. Devona. Takror xonamasman. Qani. Opa, brat bitta o'ynayaptimi? Brat nima o'ynayapti? Pes o'ynayotgan ekan. Dalasi. Akalar shu dalasini ham video qilib chiqaraymi ekan, ha? Nima deysizlar? Xo'sh, brat, keling, brat, o'sha kompyuterni yig'ib turib, keyinchalik ketib qo'yamiz buni. Qani, u opa qadamlaringizga hasanot, menga pul kerak edi, keling. Qadamlaringizga hasanot opa. Yaxshimisiz ya? Yuribsizmi? Ishlaringiz qalay, ha? Qaramanglar. 18 yoshga to'lmaganlar qaramanglar. 18 yoshdan kattalar ham qaramanglar. 18 yoshdan to'lganlarning xotinlari bor, qaramanglar. Eshinglar. Qarashyapti-ya. Amroz game anaqasiga kirishinglar mumkin do'stlar. Bemalol. Eshigimiz har doim sizday mehmonlar u anaqalarga nima deydi uni, o'yin ishqibozlarga har doim ochiq.
Qanaqa nima sotib. Oppa, endi yetadi menimcha bo'ylarnikida yetar ekanlar, ochach. Bo'ylarnikida olamiz, bo'ylarnikida. Oo, ekanlar joni. Oppa, eng qimmati mana shu 3900. Voy jonim, yo'q, ekanlar oldik. Voy ekanlar, oldik. Ha, nima xapas, brat? Basharangizga urayapsiz sizni. Eshak. Nimaga xafasan? Xursand bo'lding ko'ra. Zo'r joyga kirding sen. Mana bu opa pul bermay chiqib ketdi. Eshakda bular eshak. Va bu kompyuterxona bityapti akalar, kompyuterxona bitdi. Akalar, aytdim sizlarga kuchayib ketamiz, xudo xolasa. Xudo ko'rib turibdi, kim ham bizga tenglasha olar akalar, mana. Chotki bo'ldi. Voy, onangni men qo'yay joyiga. Nimaga biz o'tira olmaymiz bunda? Birovlar uchun qurdingmi buni? Nicho, mana bu qaraylar keshiga qaraylar brat, voy bu. Savlat to'kib kelyapti ya brat, savlat to'kib kelyapti. Menimcha bu ko'rgazma uchun. Nicho. Ko'rgazma uchun bo'lsa ham eng qimmatlaridan taxlatib oldik. Akalar, mana ko'rdinglar, juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman videochamiz. Xo'sh, videochani oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga kattakon rahmat. Akalar, yana davomi chiqishini xohlasanglar yoki boshqacha o'yinlarni o'ynashni xohlasanglar, tepaga chiqarsangiz. Atmosfera zo'r. Xo'sh, yana shunga o'xshash o'yinlarni o'ynashimni xohlasanglar, bitta like bosinglar va kommentariyaga yana qanaqa o'yinda o'ynashni yozib qoldirish eslaridan chiqmasin. Oxirigacha tomosha qilganinglar uchun hammanglarga kattakon rahmat.